Meyip tug'ilish ehtimoli bo'lgan homiylarni tushirib etish. Savol. Assalomu alaykum. Allohga hamd sanolar, payg'ambarimizga durud salomlar bo'lsin. Allohning fazli rahmati bilan dada bo'ldiganlik xush xabarini anglab, yuragimni xushallik aralash, ozg'ina aramsizlik qopladi. Turmush tajribam va anglagan bilganlarimning kamligidan qattiq yo'tal va zukam bo'lgan ayolimga bir necha xil dori beribdiman. Uchinchi kunigacha pasaymagan yo'talni doktorga aparsam, ayolingiz ig'ir oyoq ekan dedi. Doktorning deyishicha, homildor mezgilida dori ichsa, bolada aqliy ojizlik va g'alatilik alomatlari bo'lib qolarmish. Ota-onam bu ishni bilib, oldirvasin deb chang turib baqdi. Ota-onamni rozi qilmasam taqa. Men Alloh o'zi bergan, o'zi parvarish qiladigan bu homilani cho'qim sabab qilg'ash duo qilsam, Alloh salomat qilib beradi degan ishonch bilan birga yana bir xil ojiz bandalik xas xavfsirash tuyg'usida hurmatli ustoz, sizlardan shuni so'rag'im keldi. Bola 44 kunlik bo'pti. Uni oldirib o'tishga bo'lamdi. Oldirmaslikqa, ya'ni ayolim ikkimizning ko'nglini texmi taskin toptirishga bo'ladigan oyat hadislardan deb bersinlar. Javob: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. 40 kun to'shqan to'ralmini ishonchli doktorlar birdak ittifoqlashib, onaning hayotiga xavfli deb qaragan ahvol bo'lmasa, tushirib o'tish joiz bo'lmaydi. Yana homilaning benormal tug'ilib qolish ehtimolidan ansirashmi, uni 40 kun to'shqandan keyin tushirib o'tishga sabab bo'la olmaydi. Chunki bu ko'pincha ahvolda ehtimolli ish bo'lib, ba'zida bola to'liq yetilib, saq tug'ilibmi qoladi. Shunga taqa homilaning meyib tug'ilganligi doktorlar tomonidan jazmlashtirilmagan ahvolda tushirib o'tish harom bo'ladi. Undaq bo'lgan ekan, ota-ona sabr qilib Allohning o'rinlashtirishiga to'liq taslim bo'lishi, Allohga tavakkul qilishi, Allohdan bu farzandini xayrli qilishini tilishi lozim. Allah Taala deydi: "Amaliyotda sizlarga xayrlik bo'lgan bir narsani yomon ko'rib qolishinglar mumkin. Yana sizlarga yomon bo'lgan bir narsani yoqtirib qolishinglar mumkin. Alloh biladi, sizlar bilmaysizlar." Baqara surasi 216-oyat. Bir narsani yomon ko'rib qolganinglar bilan Alloh uningda nurg'unlagan xayrlikni qilishi mumkin. Nisa surasi 19-oyat. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdi: "Mu'minning ahvoliga haqiqatan hayron qoldim. Haqiqatan uning barliq ishlari xayrlik. Bu mu'mindan boshqa hech kimga yo'q. Agar uningga foydali ish bo'lsa, shukr qilsa, bu uning uchun xayrlik bo'ladi. Agar uningga ziyonli ish bo'lsa, sabr qilsa, bu uning uchun xayrlik bo'ladi." Saudiya Arabiston lajna doima organining fatvolarida mundoq kelgan: meyib va yoki g'ayri tug'ilib qolishidan ansirgan homilani tushirib o'tish joiz bo'lmaydi. Balki meyiblikdan saq qilishi mumkin. Uning ishi Alloh subhanahu va taolaning bir taraf qilishiga qo'yib qo'yiladi. Hamda homilaning meyibligidan ansirgan ahvol bo'lmay, meyibligi surat va tekshirish bilan keskin isbotlangan ahvolda 120 kunlik bo'lguncha oraliqda ko'pchilik olimlar tushirib o'tishga ruxsat qilgan. Rabitaga tava Islom fiqh akademiyasi mundoq muayyanlashtirgan: yuqorida bayon qilingan ahvoldagidek, meyib homilani ota-onaning ma'qulligi bilan qo'rsoq ko'tarib 120 kun to'shmagan oraliqdagi muddatda tushirib o'tish mubah. Lekin buningga ba'zi olimlar qo'shilmay joiz bo'lmaydi. Buningda moddiy tarafga qaramaslik lozim. Meyib turalmining dunyoga kelishida nurg'un ibratlar, meyib va atrofdagilarga xayrlik bor. Buningga sabr qilib, Allohdan ajr ko'zlagan taqdirda ajr katta bo'ladi deb turib olgan. Lekin 120 kun to'shqandan keyin homila to'liq bir inson bo'lib bo'lg'achqa, meyibligi isbotlangan taqdirda uni tushirib o'tish harom bo'ladi. Buningda barliq olimlar ittifoq. Hozirgi tibbiy taraqqiyot imkoniyati ostida homilani suratga olib, meyib yoki meyib emasligini keskin bilishi mumkin. Yuqoriqilarga asosan sizning bolangizning meyibligi aniq isbotlanmagan bo'lg'achqa tushirib bo'lmaydi. Lekin bundan keyin tekshirishlar natijasida og'ir meyiblik ahvoli isbotlanib, keyincha to'zilib ketmaydigan bo'lsa, meyiblikni davolag'ilimi bo'lmaydigan, tug'ilib qolsa intayin og'ir ahvolda boshqalarga yuk bo'lib yashaydiganligi, o'ziga va atrofdagilarga nurg'un alamlarni olib keladiganligi isbotlansa, ruh po'linib bo'lmaydiganlik uchun 120 kungacha oraliqda oldirmay qaror qilish fursati bor. Allah bu farzandni salomat qilsin, sizga va oilangizga xayrlik qilsin. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatullah. Fatvolar majmuasi 1-tom, 166-nomerlik fatvo.